birov tarqaldi, birov tugadi degan gaplar yuribdi. Baribir charchayotgan odam. Bitta ish qursiz charchaydi. Zritel ham charchaygan sizdan. Mashinaga xafa bo'lmaysizlar? Yo'q. Milliy art bo'lgan, esingizda ekan. Milliy artga to'sqinlik qilishgan. Uyga kirishim bilan e'tiborni shu narsa tortdi. Keyin o'zi Siz bilasizmi kimni navarasiz deganlar? Ha, bilaman desam, qilib yurgan ishingizlar deganlar-da. Bu g'alati bo'lib qolganmi? sahnani sog'inyapsizmi? Ha, o'zi ancha esdan ham chiqib ketgan ekanman. Kelinglar endi. Syomka qilib Bu uyda faqat yashab berasiz menimcha, boshqa hech qanaqa aloqa yo'q. Yo'q. Faqat kelaman, yashayman. Bo'pti. Million tuzilayotgan paytida sizga taklif qanaqa bo'lgan? Million tuzilayotgan payt taklif bo'lmagan, chunki millionni o'zimiz tuzganmiz. Bravodan ko'proq gonorar olganmisiz milliondanmi? Qimirladim. Yo'q. Sahnaga imkoniyat bo'lsa chiqaveramiz. Sahna zo'r, sahna boshqa. Sahnaga chiqqan odam biladi sahnaning kayfini. Biz bilamiz, shuning uchun menimcha ketmasak kerak sahnadan.